Bugun O'zbekistonga navbatdagi отправкамizda juda ham ko'pchilik sevadigan Cadillac Escalade Sport Platinum Long'i eng fulli. Turishini qaranglar buni, ziverni. Bilasizlar, mashina qo'ysam hammasini narxi bilan, yetib borishi bilan qo'yaman va bu mashinaning ham narxi video davomida. Har bitta mashinani olguncha qiziq voqealar sodir bo'lib turadi-da. Mana shu mashinani olganimizcha akamiz telefon qildi, qo'ygan Cadillac'laringizni ko'rdim. Faqat menga shunaqa qora, long, fullidan, oq salonligidan topib bera olasizmi? Bizda hammasi qora edi. Bo'la topamiz aka dedim. Koreani titib tashamagan joyimiz qolmadi. Bir dona chiqdi sotuvga, u ham talash. Dubay, Qozog'iston, Rossiya o'rtasida kim birinchi to'lov qilsa, o'shaniki mashina. Akaga aloqaga chiqib, vaziyat shunaqa aka. Olamizmi mashinani desam, o'zingizni pulingizdan risk qilib oling uka, %100 olaman men. Bir og'iz labzingizmi desam, labz uka dedi. Va shu tartibda mashinani olib chiqdik. Keyin akaga telefon qilsam, telefonni olmaydi-yu, SMS-ga ham javob bermaydi. Pishdi deganman. Yo'q, aka 1-2 soatdan keyin aloqaga chiqdi. Biznes safarda yurgan ekan, offlayn bo'lgan. Yo'q, kam xavotirsiz qilmang, mashinani %100 olaman. Qani qayerga pulni berish kerak deb qoldi-yu. Bankdan ofitsial invoice orqali pulni jo'natdilar va mashinamizni mana olib chiqib O'zbekistonga jo'natib yuborish jarayonida turibmiz. Podzakaz mana shunaqa ishlanadi, o'rtoqlar. Men ham akani tanimasdan, bilmasdan kompaniyani puldan risk qilib mashinani olib chiqdim. Akamiz ham tanimagan, bilmagan odamiga pulni jo'natib yuboryapti va mana shunaqa ikkita bir-birini tanimaydigan odamni birinchi ishonch bir-biriga bog'laydi. Shundan keyin aka-uka bo'lishni boshlaydi. Undan keyin ham Cadillac Escalade meniki eng fulli deb qo'yib yuborayotganlar ko'p. Eng fulli qanaqa bo'lishini mana shu Escalade misolida ko'rsatib o'taman. Akajonim, Cadillac Escalade'ni fulli mana bunaqa bo'ladi. Elektronniy eshiklar, elektronniy paroglar e'tibor berib qo'yasizlar. Bitta bosaman, o'zi kiring akajonim deb ochib beradi. Kirgandan keyin Sedan dizayniga e'tibor berib qo'yasizlar. Rombik dizayn bu. Gelikda ham, Genesislarda ham rombik eng qimmat hisoblanadi. Daji kvadratnikdan ham. Va AKG sound system, audio sistema. Bu ham eng fullarida. Elektronniy eshiklar ichkaridan ham sensorlarda yopiladi va eng kulchovoy joyi, eng full Cadillac'larda mana orqa eshiklar ham elektronniy ochilib beradi-yu. U yoqdan kelinglar. Bu mashinani o'zi haydaydigan emas, haydatadigan akalarimiz oladi-yu, o'shaning uchun orqa ko'proq muhim ularga. Mana bunaqa o'tirganingizda sizni ikkitalik VIP sidenalar hamda eshiklar elektronniy yopilib beriladi sizga. Mana bunaqa qilasiz mana. Eshiklarimiz o'zi avtomatik yopiladi. Massaj deysizmi, boshqa baloyobatlar hamma narsa bor. O'zingizni mana samolyotni VIP klassda o'tirgandek his qilasiz va ovqatlanib ketishga yoki kompyuter va planshetda ish qilib ketish uchun mana bunaqa podnoshkalar ham ichkaridan chiqib keladi. Sayohat uchun ham, biznes uchun ham zo'r deyman-ku. Mana shu mashina shu bo'ladi. 150 ming dollarga dastavkasi bilan degan video ham ko'p tarqalib ketgan-ku. Ko'pchilik meni qimmat purish deyapti. Yo'q, undan beri narx o'zgardi, kurs o'zgardi. Akamizga o'sha narxdan u yoq bu yoq dastavkasi bilan bir pachka arzoniga qilib berib yubordik. Yetib borgandan keyin rastamoshkasi ham 55 ming dollar primerna chiqyapti, o'zingiz hisoblab olaverasiz. Xullas, bu mashina O'zbekiston qaysi viloyatga ketdi deb o'ylaysiz? Seryozni akamizga ketgan bitta. Qaysi viloyatligini taxmin qilib qolinglar. Mashina yetib borgandan keyin e'lon qilaman. O'zim ham O'zbekistonda bo'laman inshaalloh o'sha payt.